milodiy 1959-yili 9-ayning 26-kuni Yoshino yerim orolda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili to'lgan bo'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Amaldori Nobitoning ativoli qizi amaliyotda qotilning qizi edi. Albuki uning haqiqiy qizi bo'lsa ilojsizlikdan qotilning qizi bo'lib qolaverdi. Nobito xotirasini uzil-kesil asli keltirgan ayolning og'zidan bu ishning haqiqiy ahvolini anglagandan keyin Shimazaki va uning qizining ko'nglini oyab o'zining yurak parasini yalla Shimazakining qishida qoldiravermoqchi bo'ldi. Albuki Yomikoning eri Otakining oshkorlab qo'yish natijasida ishning haqiqiy ahvolini bilib qolgan Shimazaki qizi Naokoning oyilib ketishidan ansirab tunji qitimliq ochiq sudda ilgirki ixronomlarning hammasini inkor qilib turib oldi. Başsotçi! Bu butunlay yolg'on. Bu gapni taftish amaldori o'zi to'qib chiqargan. Sizdingcha aybnomidagi mazmunlar yolg'ondan to'qib chiqarilganmi? Shundoq, tamamen shundoq. Bolani mo'sh taftish amaldori meni qistab majburiy iqror qildirgan. Agar haqiqatan majburiy iqror qildirilgan bo'lsa, javobgar o'z o'yini konkret aytib baqsa. Mecburi iqror qildirish deganda men tayoq yeginim yo'q. Bu taftish amaldori mening hech qanday ishni 5 dan kashirib boqmagan qizimga qanidek choplashib bilib, uni mecburi iqror qildirmoqchi bo'ldi. Men buning zodil chidayolmadim. Başsotchi, mening qizim to'liq o'rta maktabda o'qiydi. O bu yaşida bunda kroyib besimga asla berdaşlık veremeydi. Men aş kızım üçün teftiş amaldori ve saqchilarning kızımның keyniga kirib olmaslik uchun ilojimning yo'qligidan bu gaplarni e'tirof qilgandim. Aqlig'uchining boshqa so'zi bormi? Men javobgar bilan ayrim so'zlashib baqaymikin deyman. Agar mumkin bo'lsa, ozroq vaqt berilsa. Taftish amaldori, boshqa fikringiz bormi? Fikrim yo'q. Ondoq bo'lsa, 15 minut orom olaylik. Dada. Sizlar nima uchun bunday qilsiz? Dada. Naoko, aldirmang. Bu ishni advokat bir taraf qiladi. Hamma dadamning nima uchun bunday deydiganligini haqiqatan tushunamayapman. Men Bular er bilan xotin, dada bilan qiz edi. Albuki bu bir oila kishilari qasdanga bir-birini tunimas bo'lib olib, lomjim demay qarshib turadi. Ahvolda tuyuqsiz o'zgarish bo'layotdi-ku. Shimazaki degan Ramzadning bu o'rnini ishq sog'inni qarmamdigan. O mo'shinda qilsam, Diloni og'dirib yetalayman deb qolgan o'xshamamdi. Ay, bu mumkin emas. Yoki bo'lmasa sotdi qizini ko'rib, uningga ish og'irib qolganmidi? bu zot nimish? Hozir yana og'zingizga kelgani da'vatsizg'u. Ajiba siz sotchi meni majburiy iqror qildirilganligim ishimdi deb o'ylamsiz? Aha. Hozirgacha bo'lgan ahvoldan qaraganda bu
Bu xil ehtimol yo'q deyarlik. Acaba siz qizingizning maslasi orqali taftish amaldori Yoshinoning 2.1 o'tikni qaydamsiz? Siz degan meni aqlıqcım. Hazır kepinizden. Teptiş emeldarını aqlavatqandek bo'lib qaldingiz. To'la gapdan qilmang. Tez bo'ling. Menga rost gapingizni aytib bering. Bo'lmasa sizni qandoq aqlayman? Shimazaki efendim. Teptiş amaldori mag'lub bo'ldi. U qizini deb o'z irodasi xilop oldi chiqib tikanda. Ajoyib bir xabar oldu da. Bu odamning ko'nglini ochirgan ish bo'ldi-chi? Hey, bu xabar kechki besishga ulgurami? Hey, ulgurdi. Sizlardan o'tinib qolay, bunda qalayimqan so'zlamanglar. Ko'pchilik tinishinglar, sot hozir boshlandi. Kirayli. Ben hiç qandaq eski qilmadim. Ma'lum bo'ldi. Javobgar, tinishing. Başsatçı, Aqlıqchi, qani so'zlan. javobgar bugun. Mayt hayajonlanib ketdi. Agar mumkin bo'lsa, bugun so'roqni to'xtatib, boshqa bir kun sot qilsakmikin? Teptiş amaldori, sizdan chiqqandaq. Fikrim yo'q. Shunday qilsangiz bo'laverdi. Ondaq bo'lsa, bugungi sot oxirlashdi. Ikkinchi qitimliq ochiq sot 6-oyning 25-kuni o'tkazildi. Aqlıqchining qanday fikri bor? Bo'ladi. Teptiş amaldori. Maylan o'rindan turayli. Başsoççı. Ben hiç qanday jinoyat o'tkazmadim. Bu pishillay pishtiqlar. Dada, siz nemishqa biroqli gapingizdan yelib olsiz? Siz rost gap qiling. Dada, Naoko. 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 Menden ayrılıp geçsen zaten olmaydı. Ha, neyme desin, devesin. Seherli benim kızım. Başkalarına seni tartışışka herkes yok koymayın ben. Naoko. 5 minut olsun kifoya. Onun bilan ayrim so'zlashib olay. Shimazaki, ko'nglingizni hech tushunamadim. Sizning iqroringiz bilan delodagi ahvol tamoman o'xshash bo'lib chiqqan edi. Ish bu yerga yetganda mayli irodamga xilof ish qildim dang yoki majburiy iqror qildirdi dang, hargiz oqmaydi. Acaba siz bunda qilishning Saudiyaning ko'nglini g'ash qildiganligini o'ylamadingizmi? Shimazaki. Aslida bu chog'da xususiy ishni demsam bo'ladi. Men qizingizni jazo muddatingiz to'shib turmadan chiqquncha hozirgidek o'z qizim o'rnida ko'rib beqib cho'nqilmoqchiman.
Siz nima deb o'ylayapsiz? G'alati gap-ku bu. Siz mening qizimni, ya'ni Naokoni beqib olaman dedingizmi? Bu gapga Naokoni uyingizga olib ketmoqchi ekansiz-da. Ajab yaxshi o'ylabsiz. Shimazaki qizim uchun o'zimdagi dog'larni balduroq yuvatmoqchiman deb qo'ysa, siz bu gapga ishonib ketdingiz. Qarang, bu gizitda qizim uchun irodamga xilof oldi iqror qildim. Taftish amaldori shakli o'zgargan holda majburiy iqror qildirib, to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan o'quvchiga ro'y besim ishlatdi deb yozilibdi. Sizning Shimazaki o'z qiziga bak ko'yindi degan gapingiz bilan tamoman ta'tirchi bo'lib chiqdi. Biroq Kamimura efendim, Shimazaki har qancha tilmog'ini bilan sud mahkamasi uni og'ziga kelganda da'vat qilganiga cho'qim ishonadi. Siz hozirgi yakuningizni yanada saqlab qolmoqchimi? Yoshino efendi, ahmoq bo'lma. Siz hujumga o'tishdan eng unumli mudofaa ekanligini bilmamsiz. Yanala xaradala degandek bulongchilik qilib odam o'ldirish jinoyati bilan ayblash kerak. Bunda qilganda ehtimol. Bunda qilsak bo'lmaydi. Kamimura efendim, mening vicdonim bunda qilishga yo'l qo'ymaydi. Sizda g'alaba qilgan ishonch bormi? Shimazaki qamalishdan bir kun burun qiziga o'z jinoyatini aytib ekan. Men mushu nuqtadan ishkirlab kiraymikin deyman. Yanala shu qizning ishimi? Bu qatamı mag'lub bo'lsangiz, men ega bo'lmayman-jimi? Kerak yo'q. Men bundan ilgari Shimazakining qiziga bo'lgan muomalada izchil ehtiyotchan bo'lib keldim. Bundaq yalğan gapni sotda ağzılardan qandaq chiqardinglar? Dadamning bu ish tufaylidan qandaq osal ahvolga tushib qolishini o'ylab baqdinglarmi? Dadam seni zodi qachon so'roq qilgan? Sen zodi qandaq azob chekkan? Sen ich-ichingdan xo'shal bo'layotgansan. Endi dadammi chiqqandi? Bek oshirvatdim. Men qandaqmi undaq qilay? Sen dadamga asl dilni o'chiding emasmi? Iliq qatil dadam bilan til biriktirib olgansan haqcha. Yezimiko, siz bu ishga aralashmang. Yo'q, men sizning ahvolingizni o'ylasamla chidab turolmaydi ekanman dada. Yezimiko, til biriktirgan yolg'onmidi? Naoko dadasining gapini bir qilib deb sudda dilo ag'dirmoqchi. Og'zingizni yuming. Naoko undaq kishilardan emas. Dada, siz to'g'rilik qilmang. Men bu dardni ichimga sig'dirolmayman. Maktabdagilar televizorni va gazitni ko'rgandan keyin sizni biror kishini qiynab so'roq qilgan o'xshaydi deb qo'zg'olib qilishyapti. Biroq siz hargizmi biror kishini qiynab so'roq qiladigan odam emas. Bu menga bek ayon. Kechiring. Dadamning nemishqa shunda qildiganligini men bu tushunmayli qoldim. Undaq bo'lsa sen televizor va gazitlarni hammasini bu gapni aniq deb qo'y. Dadamning hech kimni qiynab so'roq qilmaganligini, tepshi amaldorning undaq odamlarning emasligini ochiq aytib qo'y. Yezimiko, bo'ldi, qaytib keting. Naoko, siz uning qo'polligini kechiring. Men namaqul bo'g'dagi hech qanday ish qilmadim. Yezimiko, juring. Men namaqul bo'lsa bo'ladi. Juring, ketaylik. Dada bo'lgan odam nimami deyalasin? U o'z qizini tashlab, o'zining qiyin ahvolda qolishiga sababchi bo'lgan qotilning qizi bilan birga ketib qoldi. Yenidan kirgan bu yigit qamlashmaga ish qilib qo'yibdi. Boshqalardan mushab Shizukawa daryasi bo'yidagi bir doktorxonaga berib, sestraga yarısini tangdirib lag'ab tikib o'tibdi. Uni davolash pulini berishganmagan gap.
Onun aytishicha, uni urgan odam rangli ko'zoynak taqib olgan, yo'g'on iziz odam ekan. Yarısını tangdirlatqichi butun badani titrak o'lish ketgan. Sestra kulib tashlabdi. Ey, birodar. O qachon ishgan? Ehtimol 4-oyning oxirlarida bo'lish kerak. Qaysi kun ishganligi esingizdami? Turib turing. Men tutilishdan 2 kun burun 23-sla. 23-sla. Bu odam gidib bo'lganda, shu emasmi? 23-sla soat nechida? Saat 10 etrafida ishdan tushga oz qolganda usiblik kirdi. Pulni bermay qochib ketgachga sestraning bek ochiq kelib ketdi. O yigit qancha ishladi ekan? Siz bek ushaq so'zlaydi ekansiz. Buningga bek qiziqib qoldingizku, ha? Shundaqa so'rab qo'ydim. Birodarlarning gapini anglagan Shimazaki bir ishni pamlagandek bo'ldi. Dada, saat qaysi ras? O'zingizning iqroringiz rasmi yoki sotlik so'zingizmi? Men qaysiga ishonsam bo'ladi? Shimazaki efendim, hech bo'lmaganda Naoko'ga rast gapingizni aytishingiz kerak. Siz menga o ishni o'zim qilgan degandingiz-ku. Ammo men uning uchun zamon bo'ldim demedim-ku. Dada, esimda qolishcha, siz qizib qolib yotgan ash kuni 1 yoshni urdim degandingiz-ku. Shundaqmi? Shundaq. Men shundaq degan. Undaqda. Dada, siz Men uni urdim deganim rost. Lekin uning o'lgan o'limgaligini bilmadim. Masala shuki, Okoda Kenya ismli bir kishi Shizuoka daryosi bo'yida o'lgan. O kuni kechda men 1 yoshni rostli urgan. Keyin anglasam, uning yarasi og'ir emas ekan. Doktorxonaga berib, yarasini tandiribla ketibdi. Hech qandaq chataq chiqmabdi. Meyli qandaqli bo'lsin, men uning o'lganligini ko'rmagan. Dadangizning rastla jasarati bor ekan. Arnim degan bilan odamni urib xira qildirgan ekan. Gazitdan ko'rib, bak xo'shal bo'ldi. Taftish amaldori deganlar qo'ldagi huquqidan qalaymaqon foydalanib, fuqarolarni o'zi bilgancha bo'zak etishini bildi. Naoko, dadangizga ishini to'g'ri qildingiz. Naoko. Gazitni ko'rdingizmi? Jamoatchilik dadangizga xeli ko'p istashlik qilmoqda. Muallim. Mening ko'nglim bek parakanda. Men nimaga ishonishimni, kimga ishonishimni bilmayapman. Bu ishda beshim bek qotdi. Men rastla dadamga ishonishim kerakmidi? Sizningchi dadangiz? Men anqiramadim. Bag'ansir gangirab ketyapman. Naoko, siz o'zingizga ishonishingiz kerak. Odam azoblanayotgan chog'da o'ziga ishonish kerak. Sizmidingiz? Xayrli kech. Sizni malol qilgan bo'ldim. Bu men taklif qilgan mehmon. Agar sizlarga topshirgan bo'lsam, bugun erta deb yurib oyga chiqmaydi. Chashcham, sizni avvar qildim. Miyako acha, siz Shimazakini bundan keyin aqlamoqchimi? O'z gapini yenib olgan o ablah bilan qaringiz bo'lmasin. Yezmiko. Ochig'im eshitmi keldi? Dadam Naokoni rastilla bo'za qilgandek ish bo'lib atadi.
Bo'ldi. Uqdim. Yezimiko, bo'ldi qiling. Yangi ko'yga chiqib turing. Onun bilan karangiz bo'lmasin. Terbiye ko'rmagan boladek ish qildi. Bu gap sizni moshundoq chog'da taklif qilib xato qildimmi qandoq? Tağa. Menga deydigan biror ish bormidi? Demasam o qiyos qilib bo'lgansiz. Ishi Kanikoning ishini anglagan siz haqachon. Nobuto bilan ikkimiz qat'iy niyatga keldik. Shunga siz bilan yana bir qatim. Dada. Bu ishni ikkimiz ayrim so'zlashaylik. Nochilikni qo'y. Miyakoning oldida telam tutilib qoladi ekan. Tağa. Siz texi bilmaysiz. Aldığın kuni u menga to'y qilish taklifini rasmiy o'ttirib qo'ygandi. Shundaqmi? Bu rasmi? Siz bilan maslahatlashishga ulguramagandim. Bu gapga bugun o'shqishdan birini qildim-da. Undaq bo'lsa, men darhol chiqib ketay. Biroq Miyako, bu ish bilan Shimazakining delosi boshqa ishga ish. Shunga bu ikki ishni farqlantirib, astoydil o'ylanib ko'ring bo'landi. Buningda xotirjam bo'ling. Odam yashanganda kundan kunga oldiranqi bo'lib ketadi ekan. Hey. Dadingiz Yezimikoning ishini texi bilmaydigandi. Bu ishni uningga demay turay. Agar u hozir bilib qoladigan bo'lsa, ochig'idan yerilib ketgidek bo'ladi. Ish ma'lumotdan bo'lib ketadi. Haqiqiy ahvol oshkorlansa, u oldi bilan mening Shimazakining delosiga davomli mas'ul bo'lishimga ruxsat qilmaydi. Shundoq. Yezimiko'ga bo'lgan muomalada dadamni bir nima deyish qiyin. Ahvoldan qaraganda Yezimiko sizni o'z odam deb bilibdi. Bu haqiqatan ichinarliq ish bo'ldi-da. Meningcha, hech bo'lmaganda Shimazakining delosini bir taraf qilib bo'lgandan keyin, ondin bu deloga oid dalil isbotlarga ishonchingiz to'liqmi? Nemani ko'z tutyapsiz? Iqrornomada Shimazaki ziyonlanuvchining o'lmaganligini e'tirof qilmadi. Hatto chiroyida qilch alomat ko'rilmadi deyilgan. Biroq u odam urdim degan Shizuokawa daryosi bo'yidan bir jasad tepilgan tursa, masalani tushuntirgan buningdimi ortiq fakt bormi? Aytaylik, agar bir oqshomda, birli vaqtda buning o'xshaydigan boshqa bir delo sodir bo'lib qolsa-chi? Nima dedingiz? Agar mushundoq tasodifiylik haqiqatan mavjud bo'lsa, siz ajab bu gapni tagaladingiz-ku. Rahmat. Tekshiribsiz. Yamasugi g'alati bir xabar anglabdi. G'alati xabar? Advokat Miyako odam avatib, yaqin atrofdagi doktorxonalarning hammasini ko'rib yiqibdi. Doktorxonni? Shundoq. Meningcha buningda cho'qim bir sir bor. Zodi nimni aqtirdigandi? Ha? 4-ayning 23-kuni kech soat 10larda doktorxonaga rostli 5 yaralangan bir yosh kelib, 5ini tandırıp ketibdi ekanmi? Shundoq. O yosh yarısini tandırıp bo'lib, aram elayotgan fursatdan foydalanib, bu gapda tikilib turibdi. Ism familiyasi turar joyini qoldirmabdi. Bu ishning ajab talkagini qara. Agar Shimazakining urg'ini Okoda bo'lmay, balki yarısini tandırıp qochib ketgan elqi yosh bo'lib qolsa, o chog'da uni qotil degani bo'lmaydi. Rost shundoq bo'lganmi? Shundoq. Esimda qilishicha 4-ayning 23-kuni kech soat 10larda bo'lishi mumkin. Undaq bo'lsa, boya men degan so'zlarni taftish amaldoriga so'zlab bersangiz. Ma'qul. O odam Odildagi Shizuokawa daryosi bo'yida rangli ko'zoynak taqagan, egiz bo'yliq, o'rta yoshli bir odam meni qattiq urvatdi degandi. Rangli ko'zoynak taqagan o'rta yoshli odam? Mavi yerni 3-4 tepib tikdik. Qonni to'xtatib bo'lgandan keyin boshqa ahvol ko'rilib qolmasin deb elektrokardiogramma tekshirdik. Lekin o mush orliqda pulni to'lamay qochib ketibdi. Taftish efendim. Agar Shimazakining urg'ini mush odam bo'lib qolsa, sizni avar qilib qo'ydik. Yamasugi efendi, butun kuchni ish qilib bu odamni tezdan teppasangiz bo'pti ekan. Ma'qul.
Sizden ötünüp qalay dada. Bu zat neymiş? Bunu bana mı etip vermemsiz? Naoko, elim mendin kumalını utam sen. Bırak. Dadamın kepigimi işyenmem sen. Dada. Bana işin. Ben. Şundak samimi. Ah gönül dadamın. Neymiş ki bundak? Tuyuksuz özgürüp ketkenligini. Hakikaten. Düşünemedim. Adem'in kalbini hiç kim düşünemeydi. Bilem sen, bazı çağlarda, hatta özeme heyran kalımen. Dada. Aras, sen mondaq bir naqşın alğan bu. Biz yaş avangardla ətirdi, toluq işenç bilen basımız alqa. Hey, naqş etme. Sen bu naqşını elbette anlamagan. Bu 40 yılın aldık iş bop kaldı. Biz yez balları, akam yaki ufkan bolsun, hemimiz bu naqşını mecbur eytattık. Biz yaş avangardla ətirdi. Toluq işenç bilen basımız alğa, yetimiz biz parlak iqbalga, karanla bu çeksiz zimanga. Bu Manjurya avangardla ətirdi özümünlə qoşunun marşıydı. O çağdaki Yaponiya, bugünkü Cungunun şarq şimal rayonunda bir Manjurya dövleti kurgan. Manjurya, Yaponiya binasını kötürüp durduğun Türk, büyük Yaponiya imperiyasının güllep kudret tepişinin bazı tiletti. Bu gepler acayip sırlık sözlen geçke. Men bu rast okşaydı dep oylagan. Men o 7 yaşık tolgan aşı yeli öz ixtiyarım bilen Manjurya avangardla etirdi katlaştım. İtbak Cumhuriyet dedim o. İş kılıp Asiyalıkla ortak halda hoşal xoram tirekçilik kılıdı. Adil kanun yolgu koyuldu. El aman tapıdı dedi. Men mondak aldamcı geplerge işinip heletim Manjurya dövüldüğü badım. Oye bek çoğun pipayan kenziminken. Bırak men oyeg beripli pişayman kıldım. Bek içinişlik iş, bizden yergan içilhallarımızın hemmisini Yaponiya armiyası Cunguluklarının koldan mecbur tatı olattı. Lekin özemnin aldırğalıqını his kıgan çağda Allah kaçan keçikken edim. Men çişimni çişlep 4 yılını ötküzdüm. Ahır 45. yılı oruçta mağlup bop teslim olduk. Biz Manjuriyadaki bir bayan ziminde kap kaldık. Montizm armiya ve avangardla etirtinin çok kiçik katavaşları. Aldırap tinep altın kümüş üncü marjallarını edip Yaponiyaga keçip geçti. Biz bolsa qarmızlarga kaplangan aşı yerde kep kaldık. Bizge nazarin salargan hiç kim çıkmadı. Şu çağda men Adem degan narsaga ishongili bo'lmaydi ekan. Onun sirtqi ko'rinish har qancha chiroyli bo'lsa-mu, lekin ichidagini bilib bo'lmaydi ekan deb o'yladim. Bo'libmi amaldor bo'lib Allah. Haqqi buyruq sürüp yürüydigan aşı ablaqlar. Başqalardan foydalanishlar. Başqalarning shillasiga dasab. Yuqoriga yamishni biladi. Men Sibiriyadagi yig'ilish o'rnida bir qancha yil turdim. Biroq mushu bir masalani o'yladim. Dada. Siz bana tunçuk ettin. Özünüzün. Burunqi işlerinizni sözlep berdiniz. Hiç bo'lmaganda manga ishini. Boshqa qandoq kishiga ishonmasangiz mayli.
Biroq menga cho'qim ishonishingiz kerak. Menmi o'xshashla. Sizga ishonaman. Naoko. Senin kaşına pat ardı kayıt barmen. Bunun için her kandak bedel tüleştim yanmayım. Naoko. Hey, buni sizga keldim. Elim. Toshizuki, qarang sizni yuzingizga oqbaldoq chaplashib qopti. Sizga o'xshash-ku. Siz tozimi? Sizning tabassum chiroyingizni tunjiq etib ko'rishim. Tabassum chiroyingizning buncha ular ta'sirlantirarlik ekanligini o'ylab boqmoqchi ekanman. Qarang sizni. Siz dadangizga ishonmoqchimi? Undaq bo'lsa yaxshi. Biroq bu ish dadangizga nisbatan aytganda ehtimol. Dadam degan dadam. Men o'zimning yo'liga manaman. Sizmi o'zingizning yo'liga menishingiz kerak. Mana endi aslidagi Naoko'ga o'xshadingiz. Qandaq? Qo'limizga ko'k boshni kim baldur yeb bo'la oladi? Musobaqa qilib boqaylik. Endi boshlaylik. Doktorxonadan qochib chiqqan heliqi odamni topamadinglarmi? Shundoq. Beka soqchilarning hammasini ishga solgan bo'lsaqmi, yanala tepilmadi. Endi ishga taqoldi. Shimazaki urgan odam zodelqi o'lgan Okodami yoki qochib ketgan yoshmi? Bu nuqta oydinlashmasa, ish qilib ikkinchi qatimliq sud ochilishdan burun butun kuchimiz bilan tekshirib chiqishimiz kerak. Sizlarga topshirdim. Shimazakining iqronamisidan qaraganda tayoq yegan odamning rostilla o'lgan o'lmaganligini e'tirof qilmagan. Lekin Shimazaki uni men urib o'ltirib deb qaragan. O qiziga haqiqatan shundoq degan. Undaqda uning qizini yana Doktorxonadan qochib chiqqan yiliq odamni topolmagandan keyin endi siz bilan dalma-dal munozirlashadigan bo'ldim. Siz nemishqa menga Shimazakini oqlashni to'xtating demaysiz? Agar sizni bo'ldi qil desam, heliqi bola tamoman yolg'iz qolmamdi. Uning ustiga men uningga yana bir qatim azob olib kelishim mumkin. Hamma. Axir chidashlik berdingiz. Kechiring. Sizni doim sarasimga sep keldim. Etkisi yo'q. Men dadamga ishinish qaroriga keldim. Naoko.
Sizga deydigan bir og'iz gap bordi. Bo'lamdi. Gapimga quloq soling. Siz dadam heliq odamni men o'ltirgan degandi deb aytgandingiz. Shundaqmi? Ondaqda siz shu chaqda zodi qandaq o'ydi bo'lgan? Ya'ni siz dadingizni jinoyatkor deb his qilganmi qandaq? Shu chaqda men shundaq his qilgan. Rost shundaqmi? Biroq hozir undaq emas. Ehtimol dadam odam urgandi. Lekin heliq odamning o'lganligi noma'lum. Men sizning hukmingizni so'ramadim. Siz dadangizga bo'lgan hissiyotingizni sotda yana bir qitim so'zlab bera olamsiz. Albatta, siz buningda azoblanasiz. Men sizning sotda guvohlik berishingizni umid qilaman. Ehtimol men sizni qiyin ahvolda qoldirgandiman. Afu qilasiz. Kechiring. Baraman. Cho'qim. Rasta bo'yicha guvohlikdan o'tdiman. Qat'iy niyat keldingizmi? Meningcha haqiqiy ahvolni oydinlashtirsak, dadamg'imi foydasi bo'ladi. Rahmat sizga. Siz Rasulullah, balını sotqa chaqirmoqchimi? Buningdan boshqa yana qanday chora bor? U bala Shimazakini o'z dadasi deb biladi. Shundaq. Ishning asli qiyofatini tezroq ichib tashlasak. Sizga va Otaki apandiga foydasi bor. Dada o'z qizining sotqa chiqib guvohlik berishni o'ttirib qo'ymoq deydi. Undaqda onachi yo'q. Bu yerda turg'ini onalik saloyitidan chidab turib voz kechgan bir ayol edi. Bir qancha kundan keyin Shizuokawa daryosi bo'yidagi qotillik delosi haqidagi ikkinchi qitimliq ochiq sud boshlandi. Ondaqda siz yana bir qitim aniq javob bersangiz. Siz 5 yaralangan yillik yoshning 5-ni tikkan kuni nechinchi isla edi? 4-ayning 23 kuni. Soat nechida? Kech soat 10dan o'tgan bo'lsa kerak. Soat 10dan o'tgandan keyin heliq yordar degan gapni yana bir qitim takrorlab bersangiz. O, rangni ko'zoynak taqib olgan, egiz bo'yliq, o'rta yoshli bir odam bir nimani bahona qilib meni urdi degandi. O odamning yaralanish darajasi qanchalik edi? Yarısı tamamen saqayışıq bir ay vaqt ketdi. Sizningcha o odamning yarısı uning hayotiga xavf yetkazami? Unchola darajada ig'ir emas. Ahvoldan qaraganda u yiqilgandan keyin yordar bo'lgan, lekin men silkinmagan. Menach uning yarisidan ansirash hojatsiz. Guvohlik berganingizga rahmat. Başsotchi. Bayağı meni angladingiz. Dilo yuz bergan kun kechda ziyonkashlik uchrab o'lib ketgan Okoda Kenyadan boshqa yaqin joyda o'tir yoshli bir er kishining tayoqini yegan yana bir yosh bo'lgan. Hammaga ma'lumki, mazkur dilodagi javobgar Shimazaki Eiji o'tir yoshli egiz bo'yliq odam bo'lib, kechida rangli ko'zoynak taqib oladi.
Demek, javobgar Shimazaki Eiji 23-sila kechda ochig'ida tepib yiqitib yotgan yiliqi yosh, zodi bu delodagi o'lib ketgan kishimi yoki doktorxonadan xo'shlashmayli ketib qolgan yiliqi yoshmi? Buni bilgili bo'lmayotidi. Agar ziyonlanuvchi yarasini tangdirib bo'lgandan keyin qochib chiqib ketgan yiliqi yosh bo'lib qolsa, bu javobgar. Basotchi, so'zlang. Meningcha, aqlug'ichining so'zi o'zining subjektiv qiyosidan iborat xolos. Aqlug'ichi qiyos xarakterdagi so'zlarni qilma. Kechiring Basotchi, savolim tugadi. Taftish amaldori, qarish savolingiz bormi? Yo'q. Guvochi, sizni avar qilib qo'ydik. Chiqib ketsangiz bo'ladi. Endi taftish mahkamasi tarafdan guvochisi chaqirilsa bo'ladi. Taftish mahkamasi tarafdan guvochisi subtida Shimazaki Naoko chaqirilsa. Guvochi, o'z o'rningizga bering. Guvochi, o'zingizning turar joyingiz, ism familiyangiz va tug'ilgan vaqtingizni ma'lum qiling. Turar joyim Kyoto, Shokoko rayoni, Shokoko 365-nomerli qorodagi darlitam ichida. İsmim Shimazaki Naoko. 1959-yili 8-ayning 20-kun tug'ilgan. Guvochi, qasam qiling. Birisi o'z qizini tunimas bo'lib olgan taftish amaldori. Yana birisi boshqa bir odamni dodi deb kelayotgan guvochi. Robert elishadigan savol so'roq boshlanish oldi turmoqda. Taftish efendi, savol so'rasangiz bo'ladi. Oldi bilan guvochi o'zining javobgar bilan bo'lgan munosabatini so'zlab baqsa. Shimazaki Eiji. Mening dadam. Men uning qizi. Nobuto intayin murakkab hissiyat bilan Naokoni sudda guvohlik berishga chaqirdi. Halbuki Naoko aynan guvohlik bergan bo'lsa-mu, lekin Shimazakini javobgarlikdan qochirmoqchi bo'ladi. Nobuto bu ahvolni ko'rib o'ltiramay qoladi. Dal mushu chaqda Toshisoki Ganzodan Shimazakining dadasini o'ldirgan qotil ekanligini uqib, beshida chaqmoq chiqilgandek gangrabli qoladi. Keyingi ishlarning tafsilotini uqmoqchi bo'lsangiz, 11-qismini ko'ring.